mingga olsam, azdachisiga yana bitta tapchika qo'shib olsam bo'ladimi? Hamma qishlik tapchikalarimizni sizlar uchun skidka qilib 49 mingga qo'yib yubordik o'rtoqlar. 49 ming? O'z dachiga qiynalayotgan bo'lsangiz, nega 49 ming chiqarib olsa? Xo'p, unda 50 ming qilamizmi? Qanaqa 50 ming? Bitta oladi 49 ming, ikkinchisiga zdachi 1000 so'm bermasdan, ikkinchisini 1000 so'mga berasan. Ikkitasi 50 ming bo'ladi. Shunda tushunmadim. Bitta tapchikani 49 mingga olsam, azdachisiga yana bitta tapchika qo'shib olsam bo'ladimi? 50 mingga ikkita tapchika, bankrot bo'lib ketamiz. Abzor qil, rangi ko'p, 3600 ta kelgan, hammaga yetadi. 3600 ta? Abzor qilaymi? To'g'ri aka boplar, o'rtoqlar 1000 so'mga ham tapchika olsa bo'lar ekan-da. Shunda bittasini 49 mingga olib, ikkinchisini 1000 so'mga olib ketaman. Xohlasam bu rangi, xohlasam bu rangi, to'g'rimi? Undan ko'ra zdachi berganim yaxshi edi-yu. Mayli, lekin sizlarning o'ylarga 3600 dona kiribdi. Shu tapchikalarimizni hop 50 mingga ikkita olamiz. Sifati qanaqa ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Sifati uyaltirmaydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, o'rtoqlar, mazza qilib kelsalar, qishni o'tkazsalar ham bo'ladi. Ichlari mexli qilib ishlangan, mexlar ham shunaqa chutga yotqizib qo'yilgan. Oldinlarda mex bor. Buni eng afzal taraflari nimada bilasizlar? Oldilari toshli, ya'ni toshli modellarini kelinlarimiz ham olsa bo'ladi, onaxonlarimiz ham olsa bo'ladi. Mana bu model nima deyapti? Mantlari baxtli qilib ishlab qo'yilibdi-yu. Yonlarini qaranglar, orqalarini qaranglar, vobshe zo'r. Sifatga bu narx lekin hammayli rozi bo'laman o'rtoqlar. Mana shu hamma oyoq kiyimlarimizni endilikda sizlar 50 mingga ikkita olib ketsanglar bo'lar ekan. Xullas, bittasini olasizlar, ikkinchisi 1000 so'mga izlashga berilyapti. Xullas, ikkita oyoq kiyimni olib ketaverasizlar, lekin buni ranglar, mana bu rangini qaranglar. Korichnevisi, qora rangi. Vau, mana bu toshi vobshe degan. Aynan mashkellarimiz uchun desam ham bo'ladi. Toshga qilib ishlangan. Onaxonlarga olib borsalar ham bo'ladi. Shunda bitta o'rtog'inglarga bitta tapchika olsanglar, o'zingizlarga tekinga tushar ekan. Qaranglar, buni o'rtog'inglarga berib aldab qo'ysalar ham bo'ladi. Shoshilinglar. Bu skidkamizcha onlaynga ham amal qiladi. Mayli, men saxiyligim ketdim bu yog'iga.